Assalamu alaykum hörmətli görürmənlər. Görüvatqanlar Erkin Asiya Radiosu Uyğur bölümünün nəzər proqramısı. Mən Alim. Biz bugün Uyğur advokat Nuri Türkel əpəndinin Amerika Xalqaralıq Dini Erkinlik Komitetining rəisi olub sayılışısında söhbət elib barımız. Biz bu münasibət bilən Nuri Türkel əpəndini bu söhbəti təklif qıldıq. Söhbətimiz xoş gəldiniz Nuri əpəndi. Rəhmət Alim əpəndim. Aldı bilen reis bulup saylanğınızda mübarek olsun. Bu elbette Uygurlar için, özünüz için ait bir çoğun bir iş. Rəhmət. Sizlərlə uzun yıllardan beri köstətqan himayəңlər və dostluqlar üçün siz və radiodakı xidmətdaşlarınızға alaylı rəhmət edirəm. Nuri Türkel əpəndi bu 21-ci isla sizni hem de Amerika Xalqaralıq Dini Erkinlik Komitetining reis bulup birdek avazda saylandınız. Siz bu saylanğandan keyin qanday bir hissiyat gəldiniz? Hem de Alim əpəndi sizlə biz oxşaş Amerika'ya köçmən bulub gəldik. Bir izləyən millətlə pərzəntdi. Ondan keyin hazır yana davam qıvatqan şu irqi qırğınçılıqның ki vasıtılıq qurbanları hesablanmaz. Yani bu şundaq bir köçmən salayeti bilen Xitay zulmündən keçib gələn bir Uyğur pərzəndi buluşubdum bilen Amerika'nın qançalik bir güzel dövlətlikini, qançalik tirishqanlarni tanıydigan və oxşamagan millət, oxşamagan kelib çıxışıdaki insanların özləri oxşaş görüb mühim xizmətlər qoyduğan müştaq bir esil milli və dövlət ənənəsini his qıldım, texmo çonqurlab və müşundaq bir dövlətinki vətəndaşı boğunum üçün, həm də hökumət xadimi, əməldarı boluş fürsəti erişkinim üçün özüm nəhayət fəxrlik his qıldım və bəxtlik his qıldım. Nuri əpəndi, bu sizlərinin komiteti normalda 2 ildə bir qitim almışdı. Hem de ilgirme mesela Nurgullar mesela komitenin azası oldu, muavin reisi oldu. Normalde bular Nurgullar uzun tuğmadı mesela. Ular mesela komisyon boğan mesela betibatlık profesörüm var, bir yıl turuplam ketken oldu. Ama siz mesela kirgenden yağı başta komitenin azası olup kirdiniz komisyon bulup. Anenikin muavin reisi oldunuz. Onanikin ahire bana Amerika'daki bir federal hükümetten mühim bir komitenin siz reisi oldunuz. Hem de sizden bu buluşunuzda özünüzden göstərkən xizmətdə hem şu Uygurlarning hazır mana Xitay hökumətinin qo'lidagi şu irqiy qirg'inchilik masalaları bir çoğun rol o'ynayıb qaramsınız? Bunun bir qancha amili bor. Hem de sizga men burun özüm şəxsi və müştə program söhbətimiz izah qilgandek 2 yilning oldida bu Amerika parlamentinin reisi Nancy Pelosi xanım men bilan aloqalashib shu xizmatga qo'yishni muvaffaq ko'rayotganligi haqida va men shuni qiziqmaydiganligimni so'ragan chog'da nəhayət mühim bir səbəbini göstərkən. Bu bolsunmu Uyğur məsələsini texmi gövdləndiriş, Uyğur məsələsinin ki Amerika siyasətindəki ornunu yüksəldiriş istek və arzusunun varlığını, şunun bir kandidat izləyətqanlığını izah qılğan. Ondan keyin bu commissioner boluşunun ki salayetidir mesela kanun seviye tecrübesi, diplomatiya tecrübesi ve communication bu söz alaq qilish degan o'xshash bir muncha ah ko'rinish qobiliyat tajriba kerakli bo'lgani uchun ham shunday inson haqlari va xalqaro diniy erkinlik masalasiga, Amerikaningki diplomatiya masalasiga, Amerikaning davlat bexatarlik masalasiga, Amerikaning milliy manfaatiga eng muhimi shunday bir platformdan foydalanib Uyg'ur masalasini yuqori ko'targandan boshqa o'xshamagan partiya va o'xshamagan siyosiy iqlimlardagi shaxslarni birga ekilib bu xizmatni ilgari surishninki zarurligini men izah qilgandi. Endi bu komissionda bu bipartisan deymiz, ikkili partiyaninki tayinlangan komissionlar ishlaydigan bir yer bo'lgani uchun sobiq prezident Trumpning tayinlagan komissionerlari, senatninki sobiq shu vaqtdagi majority leader Mitch McConnell tayinlagan, onunki Nancy mustaqil bir nihoyatda rengarang ah görünüşü, lekin iki partiden tayinlangan komissionerlar tashkil topgan bir yerda Uyg'ur masalasini bipartisan masalaga aylantirish istikini men izah qilgan. Endi men kiriblam bu Uyg'ur masalasining qanchalik zarurligini anlatgandan başqa Speaker Pelosi xonimninki shu istaklarini izah qilgandim o'z vaqtida, shu 2 yildan ortiq vaqtni oldida. Endi derhal siz bilasiz meningki burunqi komissiondan ichida Gary Bauerdek, Tony Perkins'dek, Johnny Moore o'xshash Xitoylarni yaxshi bildigan, Xitoydagi diniy dafsandichilik izishninki Hristiyanlar bo'lsin, musulmonlar bo'lsin, Tibetlar bo'lsin, bularni qilayotgan uzun yildan ko'ngil bo'layotgan shaxslar bo'lg'achqa bu mening takliflarim darhol qabul qilindi.
Mesela siz bu inisiyatifning birisiga şahit olup hatta biz kelib kongre testimony qilgan guvohchining biri bo'lsangiz, mesela texnologiya jihatdan nimalarni qilib Uyg'urlarni ezyapti. Ondan keyin bu qulluq emgikininki Uyg'urlarninki diniy insoniy erkinligiga depsanda buzg'unchilikqa qanday rol ko'rsatyapti. Uchinchidan bu xalqaro qonunlardagi shu adolat masalasi, javobgarlik masalasi qanday hal qilish kerak? Uyg'ur masalasini qanday bir yerga ko'tarib chiqqan chaqda, mush xalqaro ahdnomalar, xalqaro tuzumlar, xalqaro sistemda dünyadaki nurg'un davlatlar 150 dan ortiq davlat imzo qo'ygan ma'qullagan bir qonun emililishi degan o'qishi. Anadik eng muhimi bu humanitarian assistance. Shunday bir insoniy krizis bo'layotgan mezgilda Uyg'urlarga o'xshash urindi so'qinayotgan xalqni Xitoyning davlatining sirtida ve Amerika ziminida transnational repression, chegara atılgan ezishga duch kelayotgan Uyg'urlarning oldidan qanday xabar olishga o'xshash, shunday mo'l mazmunni bu komissiyonga tunishtirish fursatim bo'ldi. Kelib bir aydan keyin biz men tashkillab bizning xizmatimizning asosiy markaziy nuqtasidan biri bo'lgan Tashqi ishlar ministriga maslahat bergan bir organ bo'lish üstümüz bilan men bir ton nimiga sobiq Tashqi ishlar ministriga bir shu Uyg'ur masalasini qirg'inchilik deb atash to'g'risida tavsiya taklif berib xat yozishga yetakchi qildim. Endi shunday boshlanib, keyin bu siz bilasiz Amerika cemiyet olsun, Amerika kongresi olsun, meyli Trump hükümeti olsun, meyli Biden hükümeti olsun, bu Uygur meselesi Xitay Amerika arasındaki ciddi diplomatik, iqtisadi, devlet bexatarlik ve vicdani meseleler alayda orun tuttuğan mesele boğaçqa ben tabiilan bu komisyonda bir rehberlik oruna çıkıp kaldım. Hem özümlük ağ görünüşüm, yıllarda 20 mesela sizle biz 20 yıldan yağı şu Uygur hizmetini qavatqan şəxslər hesablanırız. Yani bunun insan hakları ağ görünüşü oluş gerek, kanuni bilim seviyesi oluş gerek, yazıqçılık kabiliyeti oluş gerek, onundaki public diplomacy, diplomatik skill'lar oluş gerek. Bazı devletlarda başka devletlerge berip ben delegasiya ötlep bardığan ahvallan boludu. Şu anda bir yerdeki bir vacuum Xitay ve Uygur kırgınçılığı ve bunun dünyadaki tinçliği, dünyadaki halkarada kabul kılınan kanunlarınki mevcudiyeti, sağlamlığı ve gelişi üçün nime lonunu köstür degende ben bir yetekçi güç oyunu kılmış üçün ötken yıl 41 yıldan keyin beni mavi reislikке kösetdi. Hemen işlegendeki hem tabii Amerikalıdan siz bilirsiniz. Bular sizin isminizga, görünüşünüzga, bank hesabatınızga ya ailenizden kim boluşu emez, kabiliyetinizge, tecrübenizge, biliminiz qarab turib sizge bağ verdi. Bu qitim var de hem ben hem de hesapta etqanda men özden abay dedim o men talelik baxtlik his qilmandim. Bir köçmen boluşuptu bilen Amerikanın parlament reisinin vekili boluşuptu bir kileş 2 yıldan sal aşkan vaqtda. Hem ben özümgün biraz eğralik iken hem de şu hem jıqıp bitqan çağda hem siyasetning tilida hem meni xizmatda edilgan Nancy Pelosi xonimning arzu istakleri hem mening bilan bir xizmat qilgan sobiq va hozirgi komissionerlarninki tashabbusi bilan mushta rahbarlik o'rniga chiqdim. Nuriy apani siz shu komissar bo'lgan vaqtingiz ham muavin rais bo'layotgan vaqtingizda hamda shu Xitoy hukumatining Uyg'urlarni bo'lib diniy jihatda qilgan dafsandichiligini qattiq aybladingiz. Hem shuning bilan bir vaqtda Xitoy hukumatining Uyg'urlarga qarata ilib berayotgan, hozir davomlashayotgan irqiy qirg'inchilikni qattiq ayblab keldingiz. Shu sababdan Xitoy hukumati sizga jazo qo'ydi. Hozir siz bu komitetning raisi bo'lish bilan, ya'ni davomli Xitoy hukumatining Uyg'urlarga qarshi ilib berayotgan bu diniy jihatdagi dafsandichilik va siyosiy jihatdan ham bu irqiy qirg'inchilikni davomli ayblabsiz. Bu albatta bizningki bu statutory mandate deymiz, qonuniy jihatdan talep kılınan kanuni talepler ve şartlar asasında ben hem de hazır rehberlik orunda boğunum için bundan ki bu komisyonun bu Amerika Federal İdaresi'nin yetekçilik ideolojiye yetekçilik hizmetini ödeyim. Bundan ki I set the stage. Bu gelecekteki hizmet planı, onundaki yeni projeler, yeni meseleler, yeni yüzlünevatkan, şekillenevatkan işlerine kandak muamele kılış, bu vatkan işlerini kandak devam kılış, bulmaganını kaydedin kandak körep çıkış deyen okşaş. Biz bir advisory body, meslek berdiğen organ boğunuz için. Bu Uygur meselesi hem de hazır dünyada bu mübalik emez, Amerika taşkı siyaseti mi? En halkılık meselenin biri. Bu Ukrayna'daki bu hazırki krizis bir vakitte tükeydi. Tükendinkin
belki biz yeni Rusya, yeni bir Ukrayna hükümetiyle münasebet buluşumuz mümkün. Lakin bunda okşaş gapni Xitoy hakimiyeti degan olmaydı. Çünkü Xitoy hakimiyetinde komünist hakimiyetin mevcut bulurken bir yerde dini kırgınçılık, dini depsende devam kıldı. Bunun şahidi siz, şahidi biz yıllardan beri bu gapni kıvatımız kulak silinmedi. Benim birden bir vazifem bu Amerika'nın taşkı siyasetinde insan hakları ve dini erkinlik meselesinden ayrılmaz, nigizlik ve sapalık bir mesele süpütede kirişlenmemez, devam kılıp bunun neti çıkışa yetekçilik kılış. Hem de hazır bu mıqam planını sözleş tazı yaxşı emez, lekin depten akığı işkicilik kaytırgan bolsak, abaysiz degендek bu Amerika'da whole of government, hükümetin bütün organları da bu USCIRF bolsun, Kongres bolsun, CECC bolsun, USCC bolsun, state hem yerde ortak Uygur meselesi köngüldürdiğen müştak bir evzel muhit mevcut. Yani bu mevcut muhitni qandaq materialize qilish gerek. Siz abay ta'kidlagendek endi bu Xitoy hakimiyetining meni jazoligini ve mening sobiq nazir xizmat qilayotgan 7 mendan boshqa 6 commissionerni sanction qilgani bu aslida bir sharaf ish. Chunki biz qonunni himoya qilganimiz uchun, ovozsiz insonlar ovoz bo'lganimiz uchun dünyadaki kırgınçılıkını, Uygurların kırgınçılığını itiraf kılgandan başka, kıldığızgandan başka, Rohingya'nınki ahvalını mı dünya teşvik kılıp, sizin hayrınız ve Sekreter Blinken bunu mu itiraf kıldı? Onun dikin yani bu hazır burun Xi Jinping tarafından sanksiyon bolgan bolsa, men hazır ben Putin'nin sanksiyon listiga kirdim ötken ayda. Yani bir yerden şu nimede endi qaraydigan bolsak biz qilgan xizmat uchun, durust xizmat uchun, qonuniy xizmat uchun ve vicdani burchimizni ado qilishimiz uchun bu hokimiyatlarning jazosiga uchratamiz. Ammo ulardan ichida jazoga uchratganlar yoki urush jinoyati uchun, yoki irqiy qirg'inchilik uchun, yoki insoniyat qarshi jinoyat uchun, yoki mushundaq bir jinoyat qilmishlarni ilgari surish uchun vosita bo'lgan sabablar tufaylidan Amerika hukumati ularni embargo qo'ydi. Shunga bir yerde bu Uygur meselesi tek tükünü yok. Bizning arzuyimizdek bu vatamda desiniz tabii onunla yo'q deb cevap bereleyim. Çünkü bu kırgınçılık devam kılatıdı. Ondakin başka kıldan hizmetler bununkin mevcut manazı 2 günün aldı da bir yeni kanunma icra buluşuk başladı. Hem de körümüz bu dünya cemaatçiliğinin içinde kaysi devletinin, kaysi şahsının, kaysi şirketinin bu devam kılatkan cinayetke gözünü içip durup Amerika'nın kanununu bozup durup devamlılık şunun eydekçisi, onun içindeki bir partner olup ortak olup devam kıldan kılmayla kalkan hem de görmüşsün. Bundaki teximci hizmetler çıkıyordu. Hem de şuna jığıp etken çağda bu Uygur meselesi tek Amerika'nın taşkı siyasetinde tek hem de tek çoğunkurlaşıvatkan, hem de kanunlaşıp, hem de tek diplomatik münasebetlerdeki noktalık throne deydi o tiken derecelik mesleği aynılıp devam kılatkan bir neyse. Şuna bizim kıldığın hizmetimizce bu bir şahsınınki yoki bir organın işemez abay degendek whole of government, bütün Amerika hükümeti, bizim ittifaktaşlarımız ve demokratik insan hakları, demokratik hukuklara, dini erkinlikке, insan haklarına hürmet kıldığın dost devletlerle birlikte yaparız. Nuriye Efendi abaydan sizde bütüp ketgendek 21 iyun günü bir taraftan siz Amerika Xalqaro Dini Erkinlik Komitetining raisi bo'lib saylangan bo'lsangiz, shu kunning o'zida Amerika hukumatı yana Uyg'ur majburiy emgakning oldini olish qonunini Amerika bo'yicha ijro qildi. Buni ijro qilgandan sirt Amerikaning tashqi ishlar ministri Blinken efendimi bu to'g'risida alohida bayonot e'lon qildi. Ham Amerikaning ittifoqdoshlarining buningga destek bo'lib, hamkorlashib birlikda buni ijro qilishda ham Amerikaning Beijing turishliq bosh elchisi Nicholas Burns şu yerki nurg'un 51dek o'xshash bo'lmagan shirkatning boshliqlari bilan ko'rishib, buni ijro qilish to'g'risida ularga bir yo'l yo'riqlarni bergan bo'ldi. Sizningcha hozir endi bir jihatdan Amerika hukumati bu Uyg'urlarning irqiy qirg'inchiligini ham majburiy emgak, qulluq emgak to'xtatish uchun bu qonunni ijro qilayotgan bo'lsa, siz bu endi komitetning raisi bo'lish suhbatingiz bilan endi sizning bu komitet Amerikaning demokratik davlatlardagi endi ittifoqdoshlar bilan birlashib Uyg'urlarning diniy ziyonkashlik ham irqiy qirg'inchilik masalasini hamda qanday shakl bir ko'tarib chiqish bir orzuyingiz bor? Bu Biden hükümetininki, Amerika Kongresininki bu Uygur kırgınçılık meselesinde Uygur kulluk emgek meselesindeki pozisiyası roşen. Bir yerde hem ABD'deki partiye çıkırsını artığan ve hükümet bölünüşünü artığan müştah bir ahvalası da destekleniyotgan bir iş mevcut.
Mening bu yangi bizning elchimiz Nicholas Burns bilan kunlik munosabatim bor, aloqa qilib turamiz. Nicholas Burns'ninki Amerikaning elchi bo'lib tayinlanishida mushu qonunning ma'lum darajada ijobiy va aqsitib qo'yilgan omillari bo'lgan. Masalan, Rubio apandim Nicholas Burns'ni mushu qonunda Biden hukumati aniq pozitsiya bildirmadi deb uning ovoz berishdan kechish degan avval bo'lgan. Endi Nick Burns'ninki Beijingda 50 dan ortiq shirkatlar buni darhol icra bo'lgan kunning ertasidan ko'rishning o'zidan bu Amerika hukumatining bu masala qanday jiddiy muomala qilayotganligini ko'rish mumkin. Men o'tganda bizningki Secretary Blinken'ninki China Xitoy siyosiy to'g'ridan nutq so'zlagan Batin naq maydon oldida o'tirib nutqini oldim. U yerda maxsus Uyg'urlar masalasini tilga oldi. Uyg'urlar masalasini tilga olgan nimedimi? Naiti halqılık negizlik şekilde ilip bardı öz nimisini. Hem bir yerde mesela Xitay ile Amerika arasındaki bu siyasette bu hazırki kulluk tüzümünü emelden kaldırmayı durup bu 80'lerce şirketininki Uygurların kulluk emgikiga kelgen mahsulatlardan payda görüşünü toxtatmayı durup Amerika'nınki təminat zincirini sağlamlaştırmayı, pakizlamayı durup Amerika'nın texnologiya cəhətdəki Xitayga bilip bilmey beriyotgan yardımını to'xtatmay turib, Amerika mablag'chilarininki Xitoyninki texnologiya va boshqa sohalardagi tijoriy aslarlik qilayotgan mablag'ini yordamini to'xtatmay turib, Amerika va Xitoy orasida bir sog'lom munosabat qurish mumkin emas. Bu sog'lom munosabatninki jiltizmi asosimi Uyg'ur qirg'inchiligini to'xtatish. Uyg'ur qirg'inchiligini to'xtatmay, Uyg'ur qulluq vaziyatini oxirlashtirmay, begunoh solinib ketgan Amerika vatandaşlarının aile tavabatlarını turmadan qutqizib va ularga munosabatga ham turmadan qutqazmay turib, Amerika hukumatining bir sog'lom tashqi siyosat ilib berishi ham mantiqsiz ham mumkin bo'lmagan bir narsa. Shuning uchun texi bu ish ham boshlanishi. Sizning xabaringiz va siz advokat bu yaxshi bilasiz. Xitoy Dunyo sog'liq tashkilotiga kirgandan tortib bugun qadar nurg'un hal qilinmagan masalalar bordi. Mushu 20-30 yil mobaynida Muşu jarayonda Xitoy tijoratchilari va uning iqtisodiy tuzilmasiga tabi bo'lgan sistem organlar izchil Amerikaning texnologiya jihatdagi ustunliklarini foydalanib o'g'irlab degandek ishlarda shug'ullangandan boshqa endi Amerikaliklarningki vijdoniy burchini vijdonini bulg'aydigan qulluq mahsulotlarini kelib bu yerda sotyapti. Endi buni to'xtatmay turib, qandaqsiga Amerika bu sog'lom bir tijoriy munosabatni mavjud qila oladi. Bu meseleni jiltizden kurtup, pakizlab, hal qilmay turib, qandaqsiga bu dünya jamoatchiligiga o'zining bir sog'lom hukumatligini ko'rsatadi. Masalan, oldimizda bo'lmoqchi G7'dimi? Men 2 kun oldida bu briefing qatnashdim. Prezident Biden'ninki muavin davlat bexatar maslahatchisi va maxsus shu G7 va G20 ishini qilgan yig'inga qatnashdim. Yana bo'lmoq Uyg'ur masalasi. Bu Uyg'ur meselesininki negizlik mesele az kulluk meselesi. Bu çünkü siz bilirsiniz. Bu ticari dünyanınki siyasi yönelişini kontrol kılıyor. Bu ticari dünyadaki siyasi yönelişini biz kontrol kılıp tazlamay, pakizlamay, to'xtatmay turib, bu Uyg'ur qirg'inchiligini to'xtatish. Shunga mushu qonun, mushu Uyg'ur jamoatchiligining shundajik ajri bo'ldi, tashkilotlarining shundajik ajri bo'ldi, kamp shoidlarining shundajik ajri bo'ldi. Sizning radiodagi muxbirlar to'xtamay xabarlarni berib, bu jamoatchilikka ma'lumot berib kelyapsizlar. Endi bu kollektiv, mushu to'plam tirishchanlikning natijasida mushundaq ikki davlatning munosabat emas, xalqaroning tijoriy sog'lomligiga ta'sir ko'rsatgan mushundaq qonunni barpo qildik. Endi bu qonun ijro bo'lmasa, ma'nosiz bir nimaga aylanadi. Shunga bu yerda bu qonunning butun ijro bo'lishi uchun to'sqinchilik bo'ladigan, uni oqsitib qo'yadigan harakatlar bo'lyapti. Masalan, bu qonunni bütün icra qilsak, bizningki hozirgi inflation, mal bahosining yuqorilab ketishiga ham salbiy ta'sir ko'rsatadi. Uningdagi ta'minlash zinjirininki krizisning yomonlashib ketishiga yanada omil bo'ladi deganga o'xshash. Lekin o'xshash vaqtda dunyo jamoatchilik hozir bir narsani his qilyaptiki, yillardan beri bilib bilmay Muşu təminləş zincirinin, təminləş mənbəsinin qançalik Xitayga bağlanıb qalğanlığını, muş arqılıq özlərinin qandaq bir bağlantı və münasibətə sağlam olmayan münasibət kirib qalğanlığını dünya cəmiyyəti his qılır. Endi muşның mı, əgər yaxşı həll qılınsa, Uyğur məsələsiga ijobiy ta'sir ko'rsatadigan, hozir davom qilayotgan milliy qirg'inchilikni to'xtatishga turtki bo'ladigan bir yaxshi yo'nalish deb ko'raman. Nuriya apani oxirgi savol, ya'ni hozir
Siz bu komitetning raisi bo'lish suhbatingiz bilan albatta bu komitet butun dunyodagi diniy erkinlik masalalariga aralashadi ham yilda sizlar bir doklad chiqarsizlar ham nurg'un davlatlarga berib ko'rish ilib borsizlar tekshirish degandek. Masalan hozirgacha asosan Xitoyni qo'llab yo ko'zni yumib olgan yo Xitoyning Uyg'urlarga qarshi siyosatini oshkor qo'llayotganlar nayt afsus shu musulmon davlatlar ko'pinchisi. Siz bu davlatlar bilan bir aloqa qilganda munosabat qilganda yo berib ko'rishganda bu davlatning rahbarlari bilan o'sha Uyg'urlarning masalasiga ko'ngil bo'lish, bo'lib diniy masalaga ham irqiy qirg'inchilikni to'xtatishda ma'lum darajada bir rol o'ynashni taklif qilamiz. Bu nayt yaxshi bir savol so'radingiz. Endi abay qilgan ta'kidlaydigan masala ko'p bo'lg'ach ta'kidlanmoqda. Gerçi bu rəhbərlik o'rnuna qo'yilgan bu organ ismi xalqaro diniy erkinlik olganda bizning qildigan xizmatimiz public diplomasi, ommaviy diplomatiya masalasi. Meni bu xizmatga tayinlangan hozirgi berilgan imtiyozlarning asosiy mazmunlarining biri shu biz kuzatadigan doklad chiqargan davlatlardagi diniy erkinlik masalasi, inson haqlari masalasi ve Xitoyga o'xshash hokimiyatlarning qaysi o'rnikining qaysi modelini qabul qilmaslik kerak degandek masalalar. Bu yerda shu model masalasiga kelgandimi, yana shu Uyg'ur masalasi bor. Uyg'ur masalasini masalan O'rta Osiyodagi davlatlarla mening hamma elchilar bilan bevosita munosabatim bor. O'rta Osiyodan tortib Turkiya, Ozarbayjon, Bahrayn, Qatar hammasidan bütün hammasidan so'zlab bo'lgan suhbatlarning hammasida asosiy jihatdan ba'zi ularni menda zerikkandek muomala qildi. Chunki men har qatim ko'rishganda pozitsiyang nima bor? Bu masalada sen qachongacha ovoz chiqarmaysan. Degandek endi ba'zi ichki suhbatlarni tishida to'liq hammani oshkorlashning hojati bo'lmaydi, lekin men O'rta Osiyodikilar bilan so'zlashganda shunday qildim. Bu da safirimdimi, Adliya ministri, Tashqi ishlar ministri, undan keyin bu O'zbekistonning parlament bütün andaki Shanxay hamkorlik tashkilotiga mas'ul shaxslar hammasi bilan ko'rishgan chog'da bir masala. Sizlar shu Uyg'ur musofirlarga aram bermaydigan siyosatdan qachon o'zgardi? Sen qachon o'zingga mustaqil bir ichki siyosat o'rnatsan? Qachon Ruslarning, Xitoylarninki sana bo'lgan ta'siri azaydi va mustaqil bir davlatdek hokimiyat surtmas degan o'xshash. Bu narsaning hammasining negizi siz bilasiz nurg'un davlat shu biz monitor qilgan davlatlarning hammasida Uyg'ur masalasi mavjud. Musofirlar masalasi, xalqaro qonunni qarib qo'yib turib, xiloflik qilib ularni bilib turib qaytarib o'tish masalasi degan o'xshash. Shunga mening qilgan xizmatimning muhim mazmunlaridan biri o devletlardaki resmi ziyaret olsun ya ki Washington'daki diplomatik engagement, elçilerle bulduğum söhbet, münasebetler olsun hemmisi de benim söhbetimle işte ben bir Uygur'da. Uygur meselesi bulmaydıgan, çıkmaydıgan bir şeyin yok da söhbet. Sizga ko'p rahmat unda bo'lsa Nuriy Turkiy apandi bugun o'z vaqtingizni qatnashganingizga. Sizning ziyoratingiz ko'p rahmat. Unda bo'lsa hurmatli ko'ruvchilar, bugungi programmamiz bu yerda oxirlashdi. Kelajaqda ko'rishguncha xushvaqt bo'ling.